Assalomu alaykum a'zolarim. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida navbatdagi obyektimiz zonto'ylik tandir. Bu yerda stoli bo'lgan. Tomonda ham rabochiy stoli bor. Bu yerda 3 ta qozon qilganmiz. 20 litrlik, 60 litrlik, 100 litrlik katta qozon qilganmiz. Endi ishni tugatib qani tortishlari so'raganlarga bunisiga ham qo'yingchi, qo'limga ehtiyot. Bundan ortig'i ham bo'lmasa kerak. Ichiga tashlab qo'y. Kimgadir qiziq bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan narxda boramiz. Mana shunaqangiz zonto'ylik tandirlar 3 million bo'layotgan. Stollarning metri 8 ming, o'choqlarning tochkasi 1,5 million. Mana shu joyga 800 ta fasadiga abrisovka g'ish ketdi. Orqa qartuga, qozon tepalariga 18 kvadrat kafilga bosildi. 150 dona agnapor g'ish. Общий 18 millionga bityapti mana shu joy. Xizmat haqi yo'q, hammasi bor. Telefon nomerini qoldiramiz, aloqaga chiqib olasiz.